Yo bo'ldi, barchaga salom, sizlar bilan men har doim samoray bo'ldi, lekin biz bugungi videoda mana o'zlarimiz suvga tushirgan moslamalarimiz bilan birgalikda kiyib olganmiz. O'sha narsalarni biz bugun suvga sho'g'ib eng zo'r brendlar olib kelish o'yinimiz bo'ldi. Har doim nima deb ko'rayotgan bo'lsalar, hamma obrazalar yugurib kelyapti, hamma o'zlari bilan birgalikda o'ynaymiz. Sroz ham bo'ldi, sroz уже kuchayib ketgan bo'ldi. O yarim soatdan beri o'ynab o'tiribdi, men kutib men Roblox ijodi endi kamback qo'raman-ku, bular yarim soat, 1 soat oldin o'ynashni boshlaydi. Короче, bo'ldi, hozir nima deb o'ylaysan, men yutamanmi yo'qmi? Siroj buni yuta olmasam kerak, lekin bu anchadan beri o'ynayapti. Biz bu yerda yurtaman. Bu yerda bir yut olishimiz kerak ekan. 10 dollar, 15 dollar, 16 dollarlik. Bizga bu yerda sekund ketadi. 45 sekund vaqtimiz bor-da. Ikkinchi anaga zonaga tushib olaman desam, men vaqt yetarmikan? Mana shu короче bizdan anaqa suvimiz, ya'ni havoyimiz tugab qolmaguncha bizga pastga tushib, eng zo'r brendlardan bittasi olib kelishimizga to'g'ri keladi bo'ldi. Mana hozir 2x zonaga ketyapman, lekin bu yerdan normalroq brend bormi? Oy, 101 dollar brend oldim men. 120 dollarga ham topdim, lekin buni tepaga olib chiqaramiz deb bo'ldi. Bir o'lib qoldim. Yo, men o'lib qoldim. Tekinga 7000 dollarlik baliq berar ekan, lekin вообще gruppaga qo'shilish kerak ekan. Gruppaga qanday qo'shilaman bola? Короче, men bola hozir ustiga ekran ustiga bosadigan bo'lsam, levelim ko'payadi bola. Aslida levelni ham kuchaytiramiz va mana aytgan brendlarni ham olamiz albatta. Ko'rayotgandek 16 dollar brend bor ekan. Mana shuni olamiz va tepaga chiqamiz. Chunki 3-ikkinchi zonadan brendchani olib bo'lmas ekan. Baliq, qanaqa brend rot baliqchani bola brend deb yozib qo'yilibdan beri. Endi bu baliqchani biz sotishimiz kerak menimcha. Sotamiz buni, sotish kerak buni. Da, faqat sotar ekanmiz uni короче. Da, pastga tushaylik hozir. Nafasini kuchaytirasiz va chelegingiz. Ha, 4 tadami? 3 ta narsa olsa bo'lar ekan, ha? Repos qilsangiz men bitta shug'ullansangiz. Vayda Surface'ni bossa bo'ldi ekan-ku. Bitta knopka bilan chiqsa bo'lar ekan-ku tepaga, to'poy. Hozir endi bildim. Da, ketdi bolalar, hozir pastga tushaylikcha, bitta knopka bilan o'zi tushsa bo'lar ekan. Men 2 soatda qidirib o'tiribman, yoki zina bilan chiqaman deb o'tiribman. Mayda zonalar 80 dollarlik, 100 dollarlik narsalar bor ekan. O 100 dollarlik baliq. Bo'ldi, 3 ta narsa bo'ldi. Men sirazi qaytaman zonamga. Sotamiz endi buni ham. Selga olib borib, endi biza yangi narsa sotsak bo'ladi men aytdim. Mayda chelak sotsak bo'lar ekan. Bu chelak orqali bizga ko'proq suvni aniqsak bo'ladi. Yo'qotib yuborsak bo'ladi. Mayda borib o'tib shug'ullansak ham bo'lar ekan va reverslarni ham qilsak bo'ladi. 25-levelda reverse qilar ekanmiz. Mana bu yerda mayda suvni chelakda olishni mashq qilib trenirovka qilsa bo'lar ekan. Endi bizga mana bu yerda shunqi degan apparatimiz bor, orqamizda maslamamiz bor, moslama. O'sha narsamizni tushirsak bo'ladi. 300 dollarga ekan. Yaxshi, 150 sekund pastgacha cho'rar ekanmiz. Bu endi boshqa gap. Let's go bola. So'z bo'yniki qanaqa bo'lib ketdi so'z bo'yniki? 46,000 dollar puli bor, 43-level bo'lib ketibdi. Yo-mayo, 4 ta reverse. 5 ta reverse qo'yibdi. Yo-mayo, bola, men короче 2x power ni olaman. 2 ta Robuxga boshladim men короче o'yinni ukam. Skorodan 4x power 4 ta Robuxga. Let's go. 8x power esa 18 ta Robuxga. Davay, let's go. Tugab qolar ekan, vaqti tugab qolar ekan-ku bu yerda. Yo, betga o'tmaymiz endi bola, o'lib qolamizmi? Yo, olib qaytishim kerak edi короче. Endi biz nima qilamiz? 100 mingta kuchni biz bu yerda 8 ta Robuxga olsak bo'ladi. Men levelim qancha? 54-level bo'lib ketdim men. Sirazi, reverse qanchalar? 25-level deydi. Upgrade keringni kuchaytirsa bo'lar ekan va tezligimizni. Suv qatda, suv topolmayapman, mana bu yerda ekan. Bo'ldi, ketdi bola. Короче, mendan birinchi qiladigan ishim mana bu yerda tezlikni va suvni kuchaytirishimiz kerak. Va sumkamizda ham anaqa narsa sotsak bo'ladi pullarimizga. Biz hozir ko'proq pastga tushishimiz kerak. Davay, pastga tushamiz. 2x lakka keldik. Qanchalik pastga tushirsak, shunchalik tezlashib ketaveramiz bolalar. Hozir men 3x zonadan normalroq fishdan olamiz. 700 dollarlik, 600 dollarlik. Mana bu yerda 1000 dollarlik bor edi, unga ulgurmadik. Mayli, necha? Qaytamiz zonaga. Selga olib borib bilan sotib yuboramiz hammasini. Yaxshi sotdik. Endi bizda 2000 dollar puli bor. 2000 dollarga biz nimani olsak bo'ladi? Bu yerda 2000 dollarga yangi o'zimizga backpackga kiramiz va yo'q bu yerda olib bo'lmas ekan. Bunaqa narsa. 1,5 dollarga 30x lik chelak olsa bo'lar ekan. Bu chelakni oldim. Yaxshi, bu chelak bizga ancha tezroq suvni yig'ishga yordam beradi va ko'proq pastga tushamiz. Let's go. 2x lakli zonaga keldik. 2x li omad. Ikkinchi zonada hamma ba'zi olib ketib qolishdi. Yo. Obratlar va vahshiyda juda ham.
keldi. Stage to'rga o'tsak bo'larmikan? Oy, stage to'rga o'tdik. 6000 dollar, 5000, 6000 dollar. Bo'ldi, qaytamiz. Yo-mayo, normalniy pul yig'ilsa bo'lar ekan. 12000 dollar pulimiz bor. Endi biza yangi 15000 dollarga chelak olsak bo'lardi yangisidan olsa. Ozgincha pul yig'ib olib 15000 dollarga olsammikan? Iday ozgincha pul yig'ib keladi bolalar. Let's go. 240 tadan beri o'tirgangan. Levelim ham 60 bo'lib ketdi mana. Let's go. Bolalar vobshe kuchayapmiz. Siroj boy nechta? 70-level. Bu ko'p reverse qilgan. Nima? Bitta reverse qilmaganman hali. 3x zonaga keldi yana. Davay, let's go. 4x ga o'tishimiz kerak biz hozir. 100 tanamiz bor. Opa, keldik. 9000 dollar, 8000 dollar va bu yerda 6000 dollar. Bo'ldi, qaytamiz. Yaxshi, sotaramiz. Qancha pulimiz bor? 24, 36000 dollar pulimiz bor. Bu yerdan endi 15000 dollarga chelak va 5000 dollarga 800 sekund turadigan yangi apparat bolalar. Chelakda ham olib treyler bor ekan, 25000 dollar ekan, lekin 20 power qimmat ekan. Hali unga erta ekan bolalar. Da ketdi bola. Endi ancha pastlarga tushiramiz menimcha. 3 kadan beri. 3 kada, ha? Menga 1 kadan beryapti. Hozir yeta olaman senga, easy. Da 4x zonaga ketolma. 4x zonaga ketdik bolalar. Ikkita baliqcha og'iribman. Yo, men jinnida ikkita baliqni og'iribman. Hozir qimmatdan bitta olamiz. Yo, vaqt kuchini qaranglar ko'pligini. 7x lak zonaga ketolman bolalar. 80-levelman bolalar. 100,000 dollarlik baliq oldim. 100,000 dollarlik baliq oldim. Endi bitta nima olsam bo'ladi? 100,000 ga men mana 2,5 metr oksigenli narsa olaman va 50,000 dollarga buni olsam bo'ladi. Hozir upgrade kirib to'xtalar. Kirini ko'taramiz. Kirini. Yaxshi, ketdi bolalar. Endi vobshe uzoq zonalarga bora olamiz. Mana o'g'irmasligimiz kerak baliqchalar. Yo'lda o'g'iribman-da bo'ya, bilmasdan. Davay, stage nechini oldik uni? 4 dan, 3 dan oldik. Короче, 7 stage 3 yo'q, 3 dan emas, 5 dan oldik. 5 ta yo'q. Stage 5 dan. 6 dami? Yo'q, 6 dan. 6 dan ham yo'qmi baliq? 6 da 55000, 125 000. 6 ga olma mana. Bizani hali juda ham ko'p havoyimiz bor. Bola 2,5 mingta. Yo. Bu yerdan izlab o'tib ketar ekanman. Stage 6 dan o'tish o'zi problema lekin 15 million dan u kerak. Yo, bo'ldi, orqaga qaytamiz. Короче, bitta normalniroq baliq olishimiz kerak. 150,000 dollar. 150,000 dollar. 79,000 bor ekan yana. Normalniroq spam bo'lsa ulardim hozir. 79,000 dollarga olaylikchi mayli. Mana mutatsiya bor ekan. 62,000 dollarligini ham oldik. Bo'ldi, qaytamiz bolalar. Sergotda sotaveramiz bularni. 440,000 dollar pulimiz bor. Qani backpackga kirib, endi mavlani kuchaytirishimiz kerak. Biza bambu degani bor ekan, bambu buket va manaqa narsa. Suitlardan eng qimmati o'sha yerda 1 million ekan. Bola buni ola olmas ekanmiz. 250,000 dollarga buni olsak bo'ladi. Trail ham olsak bo'ladi, trail. Normalniy 100 ga trail olamiz, orange trail va qolgan 100 ga biza kirini ko'taramiz. Keyin mana walk speedni ko'taramiz. Ancha tezlashib ketdi yugurishimiz ham. Oy, endi yurishimiz ham ancha tez. Hamma narsani o'zi kuchaytirib oldik. Yangi chelak va 2,5 mingtalik narsamiz bor. Chelagimiz zo'rda bizani hozir chelagimiz. U Turkiyadan beryapti menga, sengachi. 4,5 ga. 200 million kuchim bor. Men o'tib ketdim, 50 million kuchim bor meni. 150. 100 millionga azincha qoldim men. Levelim ko'payishini qara buni. 300 million. Sen kuching vobshe ko'p ekan. Men yeta olaman lekin sen kuchingga hozir. Chunki 3 marta ko'p senga beryapti. Menga beryapti. Menga emas. Men qaysi stage 7 ga kelyapman men. Stage 7 ga ham keldik. Stage 8 ga o'taman, vallahi stage 8 ga o'taman hozir. 1,5 milliard? 700 million bo'lib ketdi meni kuchim. Yo, voy, 800 million, 900 million, 1 milliard. Men kuchim 1 milliard bo'lib ketdi. Mayta qimmatroq menga hayvonchalar yo'q chiqmayapti-da bor-ku. Normalniy baliq chiqmayapti mana bu yerda. Yo, bo'ldi, men keyingi 10-stejga qarab ketaman. 10-stejga o'taman hozir. Bitta mutassali narsalar spam bo'lmasmi ekan, eng qizig'i. Mutassali zo'rg'a narsalar. Hozir men mana bu yerga o'tadigan bo'lsam bor, vobshe ko'p anom ketadi meni. 190,000 dollar yaxshi. 170,000, 114,000. Bo'ldi, to'lib qolibdi meniki. Bo'ldi, qaytamiz zonaga, bo'ldi, yaxshi. Atay juda ham ko'p. 675,000 dollar to'pladik. 675,000 dollar. Endi mana bu yerda kuchaytirgan narsamiz bor bizlarning. Backpackga kiramiz. Bizda endi 700,000 dollarga yangi yetmas ekan-ku hech qaysinga.
750 ming dollar keldi. Avvalik narsa olsa bo'lardi, lekin yana 50 ming dollar yetmayapti. Yo, mayli, nicho. Hech qilsa yo'q, bola. Bu trail olsa bo'lar 350 ming dollarga trail. To'xtanglar, bu safar traillarni va speedlarni kuchaytirib, reverse qilamiz. Speed kuchaytiramiz va carry'ni kuchaytiramiz bolalar. Yaxshi. Zo'r yana ikkita carry qo'shdik va biz 7 ta narsa olamiz. Qani endi reverse qilish bosvoraylik bolalar. Reverse qilsa bizga yana x larimizni ko'paytirib beradi, короче. To'xta sekin. Oy, yana bitta reverse. Pour 2x ko'paydi. Hozir yana bitta reverse qilamiz. Oy, yana bitta reverse. 3-chi reverse'ga necha reverse qilding sen? 6. Men 3 ta qildim. Men 4 ta reverse. Yo, mayo, sroz easy tonamiz. Nechkadan beryapti? Nechkadan? 4,5 qoldi. 60 ga beryapti menga. Kuchaytircha ko'ramiz ostiga qanchadan berar ekan. Mana bu yerdan reverse'dan 4x powerga zonaga 200 gadan beryapti mana bu yerda kuchaytiryapman mana. Kuchaytiradigan zonada. Yo, mayo. 5 ta reverse deydi kuchaytiryapman. 6 ta reverse qildim mana. 5 milliard kuch bo'lib ketdi. Yana bitta reverse. Yaxshi. 7 reverse bo'ldi. Keyingisi 7 reverse men maytda turnovka qilar ekanman. Yo, mayo bo'ldi. Вообще kuchayib ketdi. Vallahi mana. U 15 milliard kuchim bo'lib ketdi o'zi. Yo-mayo. Reverse вообще kattalashib ketyapti bo'ldi. Men вообще kuchayib ketdim lekin sroz bo'yda. Hayotda men 15 ta reverse qilishim kerak endi. 10x powerli zonaga o'tib olaman. Uji mana 40 milliard kuchim bor. 40 milliard. Buncha kuchni qayerga sig'diryapman bilmayman men. Yana bitta reverse qo'rsam bo'ladi. Attack reverse qilmaymiz bolalar. Polisi biz levelni kuchaytiramiz dalshi. 50 milliard kuchim bo'lib ketdi. 50 milliard. 250-levelman men. Короче, bo'ldi bolalar, mana shu yetadi, yetib ortib ketadi. Bo'ldi, ketdi, короче. Pastga tushib ko'ramiz hozir. Qani, oppa. Yo, qarshini qaranglar. Oho, zo'rligini. 7 ta narsa olsa bo'ladi, 7 ta kerakmiz ham. Biz ketamiz nega? Qaysi zonagacha stagegacha bora olar ekanman? Ularga borganim bilan lekin menga ko'proq pul kerak, chunki bizni nihoyatda havoyimiz yetmay qolishi mumkin ko'proq stagelarga. O'shani tushirishimiz kerak-da biza. Bo'lmasa libo zonaga o'tiramiz biza. Faqat havoyimiz yetmay qolishi mumkin. Davay, yaxshi, stage 6 ga keldik. Stage 7. Armandino bir mutasarrif spam bo'lmasmi ekan, eng qizig'i. Stage 7. Stage 7 o'tib ketdikmi, yaxshi. Stage 8 ga keldik. Bu stage 10 gacha bordikmi, nechigacha bordik? Stage 10 ga easy boraman. 9 ga keldim men o'zi. 10 ga ham keldik mana. 10 ga ham keldik, yaxshi. Bittadan ham o'tamiz. Voy bola, 13 stage ham o'tdi, yaxshi. 700 ming dollar, 900 ming dollar, 1 million, 1,5 million, yana 1 million. 2 million mana bitta. Hammasini oldim bitta stage'dagi. 10-chi stage'dagi hammasini oldim. Bola zonaga qaytamiz endi. Let's go. Qancha pulim bor? 9 million dollar pulim bor. Upgrade ko'tamiz, bo'ldi. Bola, men aytay, carry'ni kuchaytiraman ko'proq. Birinchi carry'ni, keyin mana tezlikni kuchaytiramiz. Yaxshi, tezlikda kuchaytirdik. Endi biza backpackga kirib, yangi narsalar olamiz. Ana suvga sho'ng'iladigan 1 millionga 4,5 mingtalik narsani va 3,5 million dollarga 6 million dollarga yangi robot buket ekan. Nima olib qo'ydimmi? Yo'q bo'ldi. Endi tezlikni qaranglar, narsalar ham qaranglar meni. Вообще tezlashib ketdi bizaniki. Bo'ldi, men vashib kuchayib ketdim. Endi вообще men 11 ham 12, 13-levellarga ham o'ta olaman bemalol. Day, qaysi stage'ga borar ekanmiz endi hozir ko'ramiz. Endi bu lekin dahshatli narsalar chiqdi, lekin baliqchalar bo'lib 1 million, 2 millionlik olib tashladim. Qani 5-stage'ga keldik. 7x lag betdiki har doimgidek. Siroj uka, yeb qo'yding-ku. Ammo botga bir menga bir raqib yo'qda, menga raqib. O'z ikkita barqa ortdi bu yana. Voy. Da avtoklikka yo'q qo'ygan, men shunga shuni qilyapti bolalar. Bularni tashlab bo'lmaydi degan qizig'i. Mana necha 7 ta biza 7 ta eng zo'r baxshilar olsak bo'ldi. Qolgani qiz emas. Stage 11 ga keldim men o'zi. Stage 11 da mana 1 million dollarlik mifik baliqchalar. 3,5 million dollarlik spam bo'lgan ekan. Oldim uni ham.
Hatta 1 trillion kuch kerak ekan, 11-stajga o'tish uchun. Yo'pti, bo'ldi. Bo'ldi, betga o'tolmayman men. Men aytda 1 millionlikni olib qochaman-da, korоче, suraman bu yerda. Hoppa, 7 ta 8 ta bo'ldi. Mana bu ham olaman, bo'ldi shu bilan. Qaytdim zonamga. Hoppa, yaxshi. Endi bularni nima qilamiz? Sotamiz har doimgidek. O 1 million dollar pulimiz bor. Upgrade o'tamiz. Upgrade emas, backpack o'tamiz. Upgrade qilaverak boshda. Upgrade ga kirib, mana uni ko'taramiz boshda. Keyin kerini bitta ko'taramiz. 8 million dollarga endi nima olamiz? Bukketni oldik, biz bukketdan oldik. Normalrog'ini. Bu 6 millionligini oldik biz. Endi Dive Suite'dan qimmatroq qanchaga? 20 millionda bo'ldi. Bo'pti, mana qayerda bitta trail olamiz. Va qolgan pulga Kiri bilan mana uni ko'taramiz arishi. Bo'ldi. Endi vaqt tez yugurolman ham, hamma narsa ham cho'tki bo'ldi. Oy, endi reverse qilsak-chi, reverse. 225-reverse. Reverse mana вообще kuchayib ketdi, короче. Yana bitta reverse qilsam bo'ladi. Oy, level вообще tez kuchayapti lekin bor-ku. Hoppa, sraz yana bitta reverse. 10-reverse ga keldim men. 10-reverse'dan keyin yana bitta reverse. Yo. Ash ko'payib ketdi reverse'larim. Oy, yana bitta 13-reverse. Bo'ldi, короче, men yutdim. Shu yerda men videoni tugataman bolalar. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Ko'rgan bo'lsanglar, men nechinchi stajgacha borganimni ko'rdinglar. Normal narsalarni olib qo'ydim, mana pushti narsalarni, короче. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin ko'rishguncha hammaga xayr. So'z bo'lsa yeb qo'ydi har doimgidek.